Bugun ko'pchilik mendan so'ragan, juda ham ko'p kutgan Hamadondagi Abu Ali ibn Sino maqbaralariga keldik. Hozir ichkarilarni ham olib ko'rsatamiz. Bu xonada har xil qo'lyozmalar. Bu esa Abu Ali ibn Sinoning tip qonunlari kitoblari. Albatta bu nusxasi ko'rishingiz mumkin. Bu xonada esa qadimda qo'llanilgan tibbiy uskunalar ko'rishingiz mumkin. Bu shisha ko'l bilan vazifasini bajargan ekan bu narsalar. Yo'qda yozilishicha. Bu esa hijoma uchun ishlatilgan maxsus asboblar. Bu xonada Abu Ali ibn Sinoning qabrlari joylashgan. Endi ozgina Abu Ali ibn Sino haqlarida ma'lumot berib ketmoqchi edim. Bu kishi milodiy 980-yilda Buxoro yaqinida bir qishloqda tavallud topganlar. Ko'pchilikga ma'lum, umrlarining ko'p qismini ilmga bag'ishlaganlar, asosan tibbiyot ilmiga. Va ko'pchilik bilgandek, faqat tibbiyot ilmiga emas. Bu joyda bu maqbara qurilishida ko'rishingiz mumkin 12 ta ustun bor. Bu 12 ta ustun nimani bildiradi? Bu 12 ta ustun Abu Ali ibn Sinoni 12 ta dunyo fanlariga qo'shgan hissalari sifatida, ramziy ma'no sifatida qurilgan ekan. Abu Ali ibn Sinoni birgina tib qonunlari asarlarini Yevropada 18-asrgacha asosiy o'quv qo'llanmasi sifatida qo'llanilgan ekan. Haligacha dunyoning rivojlangan davlatlarida, Yevropada, Rossiyada, Kanadada shunga o'xshash bir qancha davlatlarda o'quv qo'llanmasi sifatida foydalaniladi. Videodagi ma'lumotlar sizlarga qiziqarli, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizni esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hali oldinda bundan ham qizikroq videolar bor. Salomat